Nizomiddin deb ta'kidlashardi. Uning otasi G'iyosiddin Muhammad Temuriy saroyining yaqin kishilari, xonadonning ishonchli kishilaridan edi. Onasi Amirzoda Shayx Abu Said Channing qizi bo'lgan. Alisher bolalikdan ilmga chanqoq, adabiyotni mehr ila sevib mutolaa qilar edi. Navoiy 15 yoshlarida o'z she'rlari bilan zamonasining mashhur shoirlari diqqatini tortgan. She'rlari bilan endigina tanilib kela boshlagan Alisher o'z davrining dongdor shoiri Mavlono Lutfiy xizmatiga boradi. Mavlono undan she'r o'qishni iltimos qiladi. Alisher o'zining Arasın yapılaç gözümdün saçılır her lahza yaş. Bu ile kim payda bulur yulduz nihan bulgaç kıyaş. Matliya bilan boshlanadigan g'azalni o'qiydi. 1447-yilda Shohrux Mirzo vafot etib, Temuriylar shahzodalari o'rtasida taxt uchun kurash